Assalomu alaykum vatandoshlar. Bugun Moskvadan mana Toshkentga liftkova mashinamiz chiqib ketyapti. Kimda kim ketadigan bo'lsa, ekranlarga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Aka, assalomu alaykum. Qayerdansiz aka? Tojikistondan, Xo'janddan. Xo'janddan. Aka, qayerga ketyapsiz? Sheris Toshkent, Xo'jandga ketyapman. Mana odamlarni olib ketyapsiz aka. Yo'lda dokumentlaridan muammo bo'lsa javob berib, yordam berib olib ketasiz. Mana mashinaning ichki holatlarini ko'rsatamiz. Mana odamlar bilan suhbat qilamiz. Akalar, assalomu alaykum. Qalay aka, yaxshimisiz? Meni nomerimga telefon qilib keldingiz. Ishonchlimikan yo yolg'onmikan aka? Komplet bo'lsa komplet, avtobus bo'lsa avtobus, aytgan mashinaga mindirib jo'natyapti. Bugun chishlar necha aka? Bugungi chishlar 1-avgust. 1-avgust aka mana. To'g'rimi aka? Siz qayerdansiz, brat? Namangandan. Qalay, xursandmisiz yo e'tirozlaringiz bormi? Mana akalar, kimda kim ketadigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Vatandoshlar, tanlovda adashmanglar. Shunaqa yengil mashinalarimiz sizlarning xizmatinglarda. Mana bo'pti aka, oq yo'l. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Qani bitta duo qilib qo'yingchi, hoji aka, bitta duo qilib yo'lga sekin chiqib ketasiz. Iloho amin. Omadimizni bersin, tinch xotirjam uyga yetib olaylik. Allohu akbar. Odamlarni sizga ishandi. Bu yog'i Allohdan tavakkal chiroyli qilib olib ketdik mana vatandoshlar. Pochtalarni beryapti. Qani ehtiyot bo'lib aka, sog' salomat yetib olinglar. Vatandoshlar, bemalol mana ko'rishingiz mumkin. Shunaqa mashinalarimiz sizlarning xizmatinglarda. Bez pasredni o'zimizda bu mashinalar vatandoshlar. Ikkinchi mashinamiz mana bu yoqda. Bu ham chiqib ketyapti. Aka, siz ham yaxshi yetib oling. Sog' salomat bo'ling. Mana. Akalar, haydanglar mana. Ketdi mana mashinalarimiz. Kommentiru mana bemalol vatandoshlar shu holatda mana sog' bo'linglar. Mana kimda kim ketadigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar vatandoshlar. Sog'